Leksiyamızın devamı hürmetlik vatandaş. Endiki ikinci kısmı yani birinci islaha 2022 yıl 4. ayının 23. günü vatandaşı. Yukarı leksiyana devamı nimdidi? Hazır zar beriş. Buzgunçuluk karakterde Rusiya zar berişten ibaret bu usul çağrının önümünü tadqiq qilib, bundaq embargo qilishni Jungoning ustida qandaq ishlatamiz deb Yevropa İttifaqı ile Amerika maslahatlashishga boshladi. Muxbir erishgan xabari bo'yicha mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf statistikalik faktlarni to'plashga boshladi. Masalan, Jungo bankisining tashqari dunyodagi mablag'ini musodara qildi. Jungo shirkatlari va oligarxiyalik kapitalni to'nglatdi. Bosh-boshdan o'z oldiga boshqarilayotgan kapitalni to'nglatdi. Jungo shirkatlarini qisqa muddat ichida bozordan chekindirdi. Boshqa ittifoqdoshlar Jungo bilan ta'minlash liniyasi o'rnatgan bo'lsa, bu yo'lni ham uzib tashladi. Statistikalik paket modellariga asoslab bu embargo qilishlarni hisoblab chiqadigan bo'lsa, deydi muxbir. Jungo uchun aytganda qisqa muddatlik va uzun muddatlik ziyon qanchalik bo'ladi? Albatta Amerika bu paketlarni tahlil qilish bilan o'xshashli bir vaqtda Jungo tarafdan qaytarma zarba berishini o'ylab qo'ygan edi. Cümleden Amerika'nın zayımını bozorga serish, Amerika'nın barliq şirketlerini xam ashyo bilan ta'minlash liniyasini uzib tashlash, uzib qo'yishni o'ylashgan edi. Amerika şirketlerining qisqa mezgil ichida ta'minlashni uzib o'tish zarbasiga uchraydiganligini va bunga qanday taqobil turishni tadqiq qilgan edi Amerika. Bu muxbir yana mundaq ko'rsatdi. Boshlanish bilan Yevropa İttifaq amaldorlari Amerikaning Jungoni zo'r ko'lamlik embargo qilishga tayyorlanib bo'lganligidan iborat pozitsiyasidan hayron qilishgan edi. Lekin eng oxiri Amerikada aram xudo degidek bu masala to'g'risida Yevropa İttifaqi bilan suhbatlashdi. Lekin eng oxiri Amerika aram xudo degidek bu masala to'g'risida Yevropa İttifaqi bilan suhbatlashdi. Garchi Yevropa İttifaqi bilan Jungoning munosabati bu darajada yomonlashib ketmagan bo'lsa-mu. Tilga ilishga arziydigan yana bir taraf shuki, Amerikaning yaqinqi pozitsiyasidan qaraganda ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Joe Biden vazifaga o'ltirgan shundoq tayyorlik qildiki, vazifaga o'ltirgandan boshlab shundoq tayyorlik qildiki, kechiringlar. Prezident Joe Bidenning Amerika dunyoga rahbarlik qiladi degan shiori qaysi davlatga embargo siyosati yurgizsin, Rossiya qaratgan usulni o'lgi modeli qiladiganligini belgilagan. Bu o'lgada ikki nuqta intayin muhim masaladir. Uning birinchisi Yevropa İttifoqining qo'llashini qo'lga keltirish Amerika. Buning intayin zo'r qoyil qilish kuchi va chaqiriq kuchi sabab bo'lishi lozim. Uning ikkinchisi Amerikaning ta'minlash liniyalaridagi qiyinchiliklarga qanday taqobil turishi va taqobil turish iqtidori bo'lishi kerak. Çünkü Kompartiyasi, yana bir xabar, gumron bo'lishning ikki sharti. Buning birisi hozir Jungoda yuz beryapti. Mavzuli xabar yoki maqola Abdur Shishan. Tarixda mundaq boshlaydi Shishan. Tarixda insoniyat jamiyatida zo'r ko'lamlik, qurilma xarakterlik gumron bo'lishlar yuz bergan. Davomli ikki hodisaga bog'lanib yuz bergan. Bu gumron bo'lishlar davomli ikki hodisaga bog'lanib yuz bergan. Uning birinchisi urush,
yana birisi vabo, yuqumliq virus. Qadimqi Misr, qadimqi Rimda shundoq bo'ldi. Jungoning tarixi va xandonliqlarning taqdiri shundoq bo'ldi. Bu ishki hodisa hozir o'ttirdi yuz berdi. Yani hazır dünyada oturdu bu işki hadis yüz berdi. Yuqumliq virus mu yetip geldi? Ukrayna'da uruş buluvatı. Uruş mu yetip geldi? Ukrayna uruşu şiddetlik elip berilevatıdı. Vaba yuqumliq virus mu şiddetlik tarqılıvatıdı. Çünkü aytqanda yer şaharlaşqan bugünkü günde Ukrayna uruşudan qaçab qutulolmaydi. Çünkü Ukrayna uruşunun neticesi ve haziri kelgüsü terakkiyatıdan herkes kaçıp qutulolmaydı. Nurg'un alomatlar ko'rsatdiki, Jungo Kompartiyasi hozir urushga tayyorlik qilyapti. Balki o'zining urushiga tayyorlik qilyapti. Bu Govingo'ning gapiga o'xshash oldi, tayyorlik qilyapti. Vaba virus opti, balki bu ofatni Jungo Kompartiyasi o'zlari keltirib chiqargan ofatdir.